Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim bir mavzuni, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolarimizni bevosita tashvishga soladigan bir masalani muhokama qilamiz. Men bugun sizga pensiya ustamalarini, ya'ni qo'shimcha to'lovlarni hech qanday arizasiz olmasligingiz mumkinligini, hatto may oyida to'lovsiz qolish ehtimoli borligini aytmoqchiman. Bu ma'lumot har birimiz uchun juda muhim. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zidayoq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ko'proq insonga yetib borishiga yordam beradi va boshqalarni ham ogoh etadi. Bu masala nimada? Aslida gap shundaki, pensiya tizimida ba'zi qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ustamalar mavjud bo'lib, ular har doim ham avtomatik tarzda hech qanday arizasiz tayinlanmaydi. Ko'pincha pensiya oluvchilar o'zlariga tegishli bo'lgan bu qo'shimcha mablag'lardan bexabar bo'lishadi yoki ularni olish uchun maxsus ariza yozish kerakligini bilishmaydi. Natijada ular o'zlarining qonuniy huquqlari bo'lgan pullardan mahrum bo'lishadi. Ayniqsa may oyida pensiya to'lovlari bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Chunki ba'zi yangi qoidalar yoki mavjud qoidalarni qo'llashdagi o'zgarishlar tufayli agar tegishli choralar ko'rilmasa, pensiya to'lovlari kechikishi yoki umuman to'xtatib qo'yilishi mumkin. Keling, avvalroq qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini aniq tushuntirib beray. Avvallari ko'pgina qo'shimcha pensiya ustamalari, ayniqsa umumiy indeksatsiya yoki qayta hisoblashlar davrida ba'zi hollarda avtomatik ravishda, ya'ni fuqaroning alohida arizasi talab qilinmasdan hisobga olinishi mumkin edi. Pensiya jamg'armalari o'z bazalaridagi ma'lumotlar asosida, masalan, yoshga doir indeksatsiya, minimal pensiya miqdorining oshishi kabi umumiy o'zgarishlarni o'zlari amalga oshirar edilar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar, masalan, nogironlik pensiyasiga belgilangan umumiy ustamalar ham shular jumlasidan edi. Fuqarodan faqat bir marta nogironlik guvohnomasini taqdim etish talab etilardi. Keyin esa unga bog'liq bo'lgan ustamalar muntazam to'lanardi. Ammo hozir vaziyat biroz o'zgargan. Ma'muriy islohotlar, qonunchilikdagi yangilanishlar va pensiya jamg'armasi ishini optimallashtirishga qaratilgan harakatlar natijasida ba'zi ustamalar uchun fuqaroning shaxsan murojaati va tegishli hujjatlarni taqdim etishi majburiy qilib belgilangan. Ya'ni agar siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha pensiya imtiyozlaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ko'pincha ariza taqdim etish tamoyili amal qiladi. Bu esa pensiya oluvchilar zimmasiga qo'shimcha mas'uliyat yuklaydi. Maqsad mablag'larni aniq manzilga yo'naltirish va suiiste'molliklarning oldini olishdir. Biroq bu jarayon ko'pchilik uchun chalkashliklarga sabab bo'lishi mumkin. Endi esa kimlarga bu ma'lumot ayniqsa tegishli ekanligi, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi haqida batafsil gaplashaylik. Birinchi navbatda tashvishlanishi kerak bo'lganlar toifasiga quyidagilar kiradi. 1. Asrash qaramog'ida oila a'zosi bo'lgan pensiya oluvchilar. Agar sizning qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi, masalan, voyaga yetmagan bola, nogiron bola, yoshiga yetgan nogiron qarindosh, talaba yoki kollej o'quvchisi bo'lsa va bu holat uchun ilgari hech qanday qo'shimcha to'lov olmagan bo'lsangiz yoki holat yangi yuzaga kelgan bo'lsa, siz albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Misol uchun, tasavvur qiling, 70 yoshli Oysha bu bir necha yildan beri pensiya oladi. Uning 20 yoshli o'g'li tug'ma, nogiron va ishga yaroqsiz. Oysha bu farzandi nogiron bo'lganligi uchun qo'shimcha ustama olishi mumkinligini bilmagan. Agar u bunga ariza bermasa, bu ustama unga tayinlanmaydi. Bu esa har oy 2,5 so'mdan 2,5 so'mgacha bo'lgan mablag'dan mahrum bo'lish degani. Aytaylik, har oy 2,5 so'm, bir yilda 4,2 so'm. Bu esa ancha katta mablag'. Oysha buvining pensiyasi 1,9 so'm bo'lsa, qo'shimcha 2,7 so'm bilan u 2,2 so'm olishi mumkin edi. Bu xarajatlarga ancha yordam beradi. Astarisi ishlamayotgan, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lgan pensiya oluvchilar. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borligi uchun ustama olayotgan bo'lsangiz, lekin ilgari ishlayotgan bo'lib, endi ishsiz qolgan bo'lsangiz, bu holatni pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Negaki ishlamaydigan pensionerlarga qaramog'idagi shaxslar uchun ko'proq ustama berilishi mumkin. Masalan, 65 yoshli Ahmad aka Umrbod kollejda o'qiyotgan nabirasini qaramog'iga olgan edi. Avval u ish ishlaganligi sababli nabirasiga belgilangan ustama to'liq miqdorda emas,
balki qisman berilardi. Endi u ishdan bo'shab, to'liq pensiyaga chiqqach, bu ustamaning to'liq miqdorini olishi mumkin. Lekin buning uchun u pensiya jamg'armasiga bu haqida ariza yozib, mehnat daftarchasidagi oxirgi yozuvning nusxasini taqdim etishi kerak. Agar bu haqida o'zi xabar bermasa, jamg'arma avtomatik ravishda bu o'zgarishni bilmasligi va eski miqdordagi ustama to'lanishda davom etishi mumkin. O't, asterisk, yangi nogironlik darajasi belgilangan yoki nogironlik muddati uzaytirilgan fuqarolar. Agar sizning yoki qaramog'ingizdagi shaxsning nogironlik darajasi o'zgargan bo'lsa, masalan, ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tgan bo'lsa yoki nogironlik muddati yangi muddatga uzaytirilgan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Misol uchun, 55 yoshli Gulnora uzoq vaqtdan beri ikkinchi guruh nogironi sifatida pensiya oladi. Yaqinda uning holati yomonlashgani sababli birinchi guruh nogironligi tasdiqlandi. Birinchi guruh nogironligi uchun pensiyaga ko'proq ustama berilishi qonunda belgilangan. Agar Gulnora opa bu yangi guvohnomasini pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, u eski kamroq ustama bilan pensiya olishda davom etadi. Bu ham har oy 100 mingdan 200 ming so'mgacha bo'lgan qo'shimcha daromaddan mahrum bo'lishi mumkin. 4. Maxsus xizmatlar uchun ustama olish huquqiga ega bo'lganlar. Agar sizda vatan oldidagi xizmatlar uchun, masalan, urush qatnashchisi, mehnat faxrisi, xizmat ko'rsatgan artist yoki fan arbobi kabi unvonlar bo'lsa va bu unvonlar uchun pensiyaga ustama olish huquqiga ega bo'lsangiz, ammo ilgari buni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, darhol murojaat qiling. Bu kabi ustamalar ko'pincha shaxsiy ariza asosida beriladi va avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Masalan, Aqgun yoshli Bahodir bobo 2-jahon urushi faxriysi. Uning pensiyasiga katta ustama berilishi kerak edi, ammo bir vaqtlar bu ustamani rasmiylashtirishga ulgurmagan yoki bunga uncha e'tibor bermagan. Hozir u bu haqda bilgan va agar ariza yozsa, har oyda qo'shimcha 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha ustama olishi mumkin. Bunday holatlar kam uchrasa-da har bir holat muhim. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Asosan, faqatgina oddiy yoshga doir pensiya oladiganlar va pensiya jamg'armasiga o'zlarining barcha ma'lumotlari, jumladan qaramog'idagi shaxslar haqida to'liq xabar bergan va barcha mavjud ustamalarni allaqachon olayotgan fuqarolar tashvishlanishlari shart emas. Chunki ular pensiyaning bazaviy qismini va allaqachon tayinlangan ustamalarni avtomatik tarzda olishda davom etadilar. Bazaviy pensiya miqdorlari hukumat qarorlari bilan oshirilganda bu avtomatik ravishda hisobga olinadi. Biroq shunga qaramay, har qanday holatda ham o'z pensiya hisobingizni va to'lovlar ro'yxatini tekshirishdan ziyon yo'q. Endi esa istisno holatlar, noaniq nuanslar va tuzoqlar haqida gaplashamiz. Chunki pensiya tizimi har doim ham oddiy emas. Birinchi istisno va tuzoq shuki, ba'zi ustamalar va imtiyozlar faqat ma'lum bir muddatga, masalan, yillik qayta ko'rib chiqish asosida beriladi. Masalan, oilani boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi talabalar uchun to'lovlar. Talaba ta'lim muassasasini tamomlagach yoki ma'lum bir yoshga yetgach, bu to'lovlar to'xtatiladi. Ammo pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasi har doim ham real vaqt rejimida yangilanmasligi mumkin. Shunday holatda, agar sizning qaramog'ingizdagi shaxs ta'limni tugatgan bo'lsa, lekin siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, sizga ortiqcha to'lovlar amalga oshirilishi mumkin. Keyinchalik bu ortiqcha to'lovlar qaytarib olinadi va bu sizga jiddiy moliyaviy muammolar tug'dirishi mumkin. Masalan, 60 yoshli Dildora opa marhum turmush o'rtog'ining pensiyasini olardi. Qaramog'ida esa 20 yoshli kollejda o'qiyotgan qizi bor edi. Qizi 22 yoshda kollejni bitirdi. Dildora opa bu haqda xabar bermadi. 6 oy davomida qiziga tegishli ustama ortiqcha to'lanib keldi. Endi pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan 6,4 ming 2 million 400 ming so'mni undirib olishni talab qilishi mumkin. Bu esa Dildora opaning keyingi pensiya to'lovlaridan ushlab qolish orqali amalga oshiriladi. Bu esa uning turmush sharoitini keskin yomonlashtiradi. Ikkinchi noaniq nuansa. Ba'zi hududiy ustamalar yoki shahar pensiya idoralari tomonidan beriladigan maxsus imtiyozlar haqida hamma ham bilmaydi. Masalan, uzoq hududlarda yashovchilar uchun transport imtiyozlari yoki kommunal to'lovlarga subsidiyalar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar ko'pincha mahalliy hokimiyatlar yoki shahar idoralari tomonidan pensiya jamg'armasidan alohida tarzda beriladi. Pensiya jamg'armasi sizga ularni avtomatik tayinlamaydi. Siz bu imtiyozlar haqida mahalliy hokimiyat
yoki mahalla qo'mitasi orqali bilib olishingiz va ularga alohida ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Uchinchi tuzoq bu hujjatlarning yangilanishi va ularni taqdim etish muddatlaridir. Ba'zi ustamalar, masalan, yordamga muhtoj bo'lgan oila a'zolari uchun beriladigan to'lovlar yillik daromad deklaratsiyasi yoki oilaning moddiy holatini tasdiqlovchi hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar siz belgilangan muddatda bu hujjatlarni taqdim etmasangiz, pensiya to'lovlari to'xtatib qo'yilishi mumkin. Aynan shu yerda may oyidagi muammolar yuzaga kelishi ehtimoli bor. Ko'pincha yillik qayta hisoblash yoki ma'lumotlarni yangilash uchun hujjatlar qabul qilish muddati aprel oyiga to'g'ri keladi. Agar shu muddatda hujjatlar topshirilmasa, may oyining boshidan boshlab pensiya to'lovlari to'xtatib qo'yilishi mumkin. Siz kerakli hujjatlarni taqdim etguningizcha. Bu esa pensiya oluvchilar uchun jiddiy noqulayliklar tug'dirishi aniq. Shuningdek, pensiya jamg'armasining elektron bazasidagi ma'lumotlar xatolari ham to'lovlar bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan ish stajidagi yoki shaxsiy ma'lumotlardagi kichik xatoliklar ham ustamalarning noto'g'ri hisoblanishiga yoki umuman tayinlanmasligiga olib keladi. Bu holatlarda albatta pensiya jamg'armasi xodimlariga murojaat qilish va aniqlik kiritish talab etiladi. Endi esa bu muammolarni oldini olish va o'zingizga tegishli bo'lgan barcha to'lovlarni olish uchun nima qilishingiz kerakligi haqida aniq va amaliy tavsiyalarni beraman. Amaliy tavsiyalar: nima qilish kerak? Birinchi qadam. Pensiya to'lov qog'ozingizni yoki hisob varag'ingizni diqqat bilan o'rganing. Siz har oy oladigan pensiya miqdorini tushunasizmi? Unda qanday ustamalar ko'rsatilgan? Faqat asosiy pensiya summasi ko'rsatilganmi yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar ham bormi? Agar sizda to'lov qog'ozi bo'lmasa, bankdan yoki pensiya jamg'armasidan o'z hisobingiz haqida ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Bu sizga qanday to'lovlar amalga oshirilayotganini aniq tushunishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, o'zingizning hayot sharoitingizdagi o'zgarishlarni tahlil qiling. So'nggi paytlarda sizning oilaviy ahvolingizda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Masalan, oila a'zolaringizdan kimdir nogironlikka uchradimi yoki aksincha sog'aydimi? Kimdir ishga kirdimi yoki ishdan bo'shadimi? Qaramog'ingizdagi shaxs ta'lim tugatdimi? Bu kabi o'zgarishlar pensiya ustamalariga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Yangidan turmush qurdingizmi yoki ajrashdingizmi? Bu ham ba'zi pensiya turlari uchun muhim bo'lishi mumkin. Balki siz ilgari bilmagan yoki e'tibordan chetda qolgan faxriy unvon yoki yutuqqa egasiz. Bularni ham eslang va tekshiring. 3. qadam. Pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga yoki Xalq bankining pensiya to'lash markaziga murojaat qiling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki o'zingizga qo'shimcha ustama tegishli deb hisoblasangiz, tezkor ravishda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz kerak. Borishdan avval telefon orqali murojaat qilib, qabul kunlari va soatlarini aniqlashtirib olishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Borganda o'zingizning vaziyatingizni to'liq va aniq tushuntiring. Misol, men qaramog'imda nogiron o'g'lim borligi uchun qo'shimcha pensiya olishim mumkinligini eshitdim. Bu haqda ariza topshirishim kerak va qanday hujjatlar kerak? 4. qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga qanday hujjatlar kerakligini aniq tushuntirishi kerak. Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Sizning pasportingiz asli va nusxasi, pensiya guvohnomangiz asli va nusxasi, qaramog'ingizdagi shaxsning tug'ilganlik guvohnomasi, agar bola bo'lsa yoki pasporti, agar voyaga yetgan bo'lsa, qaramog'ingizdagi shaxsning nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa yoki tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi, TMEK xulosasi, qaramog'ingizdagi shaxsning ta'lim muassasasida o'qiyotganligi haqida ma'lumotnoma agar talaba bo'lsa, mehnat daftarchangiz, agar ish tajribangizga oid savollar bo'lsa yoki ishdan bo'shagan bo'lsangiz, nikoh yoki ajralish guvohnomalari, agar oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inidan oilaning tarkibi va turmush sharoiti haqida ma'lumotnoma ba'zi hollarda talab qilinadi. Har qanday faxriy unvonlar yoki xizmatlarni tasdiqlovchi hujjatlar, barcha hujjatlarning nusxalarini tayyorlab, asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib boring. 5. qadam, arizani to'g'ri yozing. Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga ariza blankasi taqdim etiladi. Agar blanka bo'lmasa, o'zboshimchalik bilan ariza yozishingiz mumkin. Arizada o'z ism-sharifingiz, yashash manzilingiz, pensiya guvohnomasi raqamingizni aniq ko'rsating.
Siz nima uchun murojaat qilayotganingizni aniq yozing. Masalan, qaramog'imda nogiron farzandim borligi munosabati bilan pensiyaga qo'shimcha ustama tayinlanishini so'rayman. Ilovaga qaysi hujjatlarni qo'shganingizni ko'rsating. Arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling va qabul qilgan xodimdan sanasi, familiyasi va imzosi bilan qabul qilinganligi haqida belgi qo'yib berishni so'rang. Bu sizning murojaatingiz tasdiqlanganini ko'rsatuvchi muhim dalil bo'ladi. 6. Astash 6-qadam. O'z murojaatingiz natijasini kuzatib boring. Arizangizni topshirgandan so'ng uni ko'rib chiqish muddati bor. Odatda bu 10-15 ish kunini tashkil qiladi. Agar belgilangan muddat ichida javob olmasangiz, qayta murojaat qiling yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Agar sizga adolatsizlik qilinganini his qilsangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi yoki xalq qabulxonalariga shikoyat qilish huquqiga egasiz. May oyida to'lovsiz qolishdan qanday saqlanish mumkin? Agar sizda yuqorida aytib o'tilgan holatlardan biri mavjud bo'lsa, masalan, yillik hujjatlarni yangilash talab qilinsa yoki oilaviy ahvolingizda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar bo'lsa, aprel oyining oxirigacha yoki may oyining ilk kunlarida pensiya jamg'armasiga murojaat qilishga shoshiling. Hujjatlarni topshirishni kechiktirmang, chunki bu sizning may oyidagi pensiya to'lovingizga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz kechiktirsangiz, to'lov bir oyga kechikishi yoki umuman to'xtatib qo'yilishi mumkin. Barcha masalalar hal bo'lgunicha. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qiling va barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim eting. Aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va kelajakda pensiya to'lovlari bilan bog'liq muammolarga duch kelishingizning oldini oladi. Yodingizda tursin. O'zingizning huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish har birimizning vazifamizdir. Pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingiz evazi. Shuning uchun har bir tiyinga egalik qilishga haqlisiz. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta unga like bosing va do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan ulashing. Ayniqsa pensiya yoshidagi qarindoshlaringiz va tanishlaringizga yuboring, ular ham ogoh bo'lishsin. Video haqidagi fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda yana ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.